Ha, men Skorpionman. Bizlar haqimizda ko'p gapli gapirishadi, lekin mana shu 6tasi ayni haqiqat. Biz odamlarni eshitmaymiz, biz ularni o'qiymiz. Gapirishdagi emotsiyasi, ko'zlari, his hayajondagi bo'lgan harakatlari bizdan nimadir bekita olman deb o'ylaydi. Lekin bu xato. Chunki biz allaqachon uni o'qib bo'lgan bo'lamiz. Ha, biz liderlikka harakat qilamiz. Lekin ba'zi bir holatlarda odamlarni o'zi bizga ergashadi. Sababi biz gapda emas, amalda ko'rsatib ishontiramiz. Biz sevsak jiddiy sevamiz. O'yin kulgu vaqt o'tkazish uchun emas. Yuzaki bo'lish bizga to'g'ri kelmaydi. Yo'kida oxirigacha bo'lish kerak, yo'kida boshlamaslik kerak. Biz xiyonatni kechirishimiz mumkin, lekin unutmaymiz. Shu sababda u inson bilan oldindagi munosabat qila olmaymiz. Biz qasos olishimiz, ko'proq bog'ga solib qo'yib, o'zini aybi bilan o'zi qiynalishini ma'qul ko'ramiz. Do'stlik biz uchun muqaddas narsa. Tanish bilishlarimiz ko'p bo'lishi mumkin, lekin do'stlarning soni kam bo'ladi. Sababi Skorpion agar sizni o'zini odam deb bilsa, u oxirigacha yoningizda bo'ladi. Biz sovuqqon inson emasmiz. Shunchaki hamma ham ochilavermaymiz. Sababi hamma ham mehrga qadriga yetolmaydi. Skorpion avval kuzatadi, keyin ishonadi, keyin bog'lanadi. Men Skorpionman va yo'q, biz eng xavfli burchmasmiz. Shunchaki biz hamma insonni ham hayotimizga kirib turmaymiz.